Bo'ldi, men narsalarni hammasini tayyor qilib oldim. Hammangizlarga assalomu kompot iymoni yangi joyga xush kelibsizlar. Aynan hozir men jigaring qishloqini bekimacha o'ynashga chaqirmoqchiman. Jigaring qishloq ochiq qol. Ha, kompot nima bo'ldi? Men chaqiryapsam. O, salom jigaring qishloqi. Men bilan bekimacha o'ynaysanmi? Nima? Bekimacha sen gapiryapsanmi? Kompot, men har doim seni chaqirardim. Sen meni hech qachon chaqirmagansan. Nimalar tayinladingmi, kompot? Yo'q, qishloqni nima ham tayyorlardim. Oho, mana sen tayyorlayapsan-ku, nima qilgani bu? Ha, kompot, уже men eski uyimdan zerikib ketdim. O'zimga yangi uyimni ta'mirlayapman. Qarang, yangi qilib hamma narsalarni ta'mirlayapman. Oshxona qurdim endi. Mana bu yerda tualet qo'ydim, rakvina qo'ydim. Bo'lmasa endi seni uying ko'proq kirib turaman. Ey, kompot, bo'ldi qishloqqa bekimacha o'ynashsan, men bilan o'ynashmisan bekimacha vaqting bormi? Ha, kompot, qanaqadir g'alati eshitiryapti. Endi sen meni chaqiryapsan bekimachaga. Har doim men seni chaqirardim. Nimadir tayinladingmi deyman-da. Yo'q edi, men ham tayyorladim qishloqqa. Bo'lmasa davay boshlaymiz. Men boshlayman. Birinchi raund men qidiraman. 10 gacha sanayman. Qachon 30 gacha sana qishloqqa nima qilganing bu? Mayli, davay tezroq bo'lish kerak endi do'stlar. Menda bitta juda ham zo'r g'oya paydo bo'lgan do'stlar. Xullas, agar meni videomni ko'rgan bo'lsanglar, oq qishloqqa menga yordam berardi. Har xil narsalarga paydo qilib berardi. Masalan, stul qilib berardi. Meni uyimni qilib bergan o'zimdan, meni o'zimdan narsalar yaratgan. Lekin endi men undan ham zo'r narsa o'ylab topdim do'stlar. Oq qishloq menga yordam bermaydi. Endi men o'zim har xil narsaga aylana olaman. Men mashina orqali любой narsa yozaman botga, u ana apparatga turaman. Bo'ldi, o'sha narsa paydo bo'ladi. Masalan, yozaman, bo'yim kelyapti, men kitob bo'yim kelyapti. Kitob bo'lishim yozaman-da, o'sha kitobga aylanaman, joyiga turib olaman, bo'ldi. Xullas, haqqi bekincha men topib oldim. Jigaring qishloqinimi uyiga turib olaman-da, kitob bo'lib yoki biling, yoki o'zim uyimga turib olaman, kitob bo'lib. Ko'ramiz deydi do'stlar. Xullas, yoki вообще men uygaman. Farqi yo'q, davay kitob bo'laman. Ana bo'ldi. Qani do'stlar, kitob bo'ldingmi? Bitta ko'ringchi, juda ham xursand. Ay, nima bu? Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Nima bo'ldi? Tushunmadim men do'stlar. Axir men kitob bo'laman dedim-ku. Nimaga men tualet bo'lib qoldim? Yo'q, bunaqa bo'lish kerak emas. Orqaga. Yo'q do'stlar, nimaga ishlamadimi deyman, ne bu? Obbo, nimaga ishlamaydi? Aynan kerakli vaqt men mashinam nimaga ishlamaydi? Xatolik yuz berdi do'stlar. Men tualet paydo bo'lib qoldim. Bo'ldi, kompot, men seni qidirishni boshlayman. Qayerda ekansan, kompot? Uydamisan? Obbo, qishloq boshlabdi уже qidirishim. Va hozir tushib bo'lib qoladi. Yo'q, nimaga do'stlar, nimaga men kitob bo'lmadim? Nimaga men tualet bo'lib qoldim? Axir men aytdim-ku kitob bo'laman deb. Kompyuterga ham yozdim. Kompot, qayerdasan? Uydamisan yoki boshqa yo'ldamisan? Karavotda tagida yo'q, sandiq ichida ham yo'q, botlarda yo'q. Ketdim. Ketdi bo'ldi. Qishloqqa ketdim ekan. Ana bo'ldi, qishloq ketdi do'stlar. Nimaga men tualet bo'ldim do'stlar, tushunmadim. Obbo, to'xtanglar. Axir jigaringli qishloqning uyida tualet bor-ku, to'g'rimi? O'sha yoqqa turib olsamchi, chunki bizani qishloqda boshqa umuman tualet yo'q dedi do'stlar. Juda ham zo'r g'oya o'yladim. Bo'ldi, sindirdim. Endi mamma tualet o'rniga o'zim turaman. Oppa do'stlar, ana bo'ldi. Juda ham zo'r bo'ldi. Mana shu o'tiruvman, bo'ldi. Zo'r-ku axir, to'g'rimi? To'g'ri, reja bo'yicha ketmayapti hamma narsa. Kompot botda ham yo'q ekan. Qanday bo'lishi mumkin? Kompot hudud ichidamisan? Yo'q, hudud ichida ham ko'rmayapman. Qayerga ketib qolding? O'rmonga ketib qolmadingmi? Oppa, bu yerda bog'li bor ekan. Botda kartoshka, sabzilar bormanga yoqadigan. Bog'dan-ku qarnivor qiladi axir. Bayli o'ramiz ham zo'r ekan, lekin menga yoqdi. Bo'ldi, kompot qidirishga ketishimiz kerak.
Axir bekor vaqt yetkazish kerak emas-ku. Men ketdim bo'lmasam. Yana biza kompot bilan bahslashdik. 16 izomrodga. Qishloq hali kelmayapti. Bitta narsa aytmoqchiman do'stlar. Xullas biza bahslashdik yana. Prosta tak o'ynaymiz oxiri qishloqlar bilan. Qishloqim menga aytdiki, agar men seni topsam 16 izomrod menga berasan dedi. Agar men seni topa olmasam, men senga 16 izomrod beraman dedi. Xullas do'stlar, men topa olmasa 16 izomrod albatta men topa olmayman. Qishloqqa naqd topadi 16 izomrod menga bo'ladi. Kompot qatnasan, sanomat topolmayapman-ku. Qatnasan kompot 16 izomrod qizib kelyapti. Men seni albatta topaman. Qanisan kompot uyda ham yo'qsan. To'xtanglar. Nimaga meni uyim eshigi ochiq? Axir men yopiq qoldirdim-ku eshikni. Qishloq bu yoqqa kelib qoldik do'stlar. Nimaga o'z ko'chaga chiqaman? Voy jinniroman-da, kompot manda ko'chaga chiqib ketaman-da. Hamon to'letman-ku. Qishloqni ko'rib qo'ygan bo'lardi. Mayli, men topmasa bo'ldi. Sandiq ichida yo'q, mana uyimga kelganmikin yo'q, bo'ldi ham yo'q, hech qayerda yo'q lekin stol tagida ham yo'q, mayli bo'ldi yo'q ekan lekin pechkada boshqa yoqda qidiraman. Bo do'stlar, nimaga o'z ko'chaga chiqaman? Rostdan ham eshikni ochiq qoldirib ketaman-da. Mayli, boshqa men eshikni ochiq qoldirmagan endi yopib yurishim kerak, lekin qornim juda ham ochib ketdi. Tualet yutdi endi. Qornim juda ham ochib ketdi. Nimadir bormikan eshikka yoki yo'qmikan qidirib ko'rishim kerak. Albatta men 16 izomrod yutaman. Eng oson narsa bo'ladi. Chunki hayotda men topolmaydi. Qanaqa qilib topadi? O'zingiz o'ylab ko'ringlar. To'xtanglar. Axir oqishloqqa manchundan kompot qayerda bo'lishi mumkin? Oqishloq axir biladi-ku, narsaga paydo qilish kompot o'zimdan qilgan, har xil narsaga paydo qilgan. Oqishloq yordam bergan demak kompotga oqishloq och. Kompotga yordam berdi, to'g'ri narsaga paydo bo'lishga. Oqishloq och, nimaga ochmayapsan? O'ylabsan o'zim. Qishloq nima qilsam bo'tda. Qishloq o'ynamadi. Yo'q, qishloq o'tgan kuni shaharga ketgan. Bir haftadan keyin keladi. Shaharga ketgan degan tushunarli. Bo'pti, rahmat senga. Nima kerak o'zanga? Yo'q, qishloqqa ham ketib qolibdi shaharga axir. Mayli, u biz qishloq emaskan, lekin ko'rinmas qo'yganmikin, ko'rinmas qanaqa bo'ladi u? Voy, mazza qilib pechennisini yeb qo'ydim deb buni bilib qolmasa bo'ldi. Bilib qolsam topolmayman deydi do'stlar, to'g'rimi? Pechennisini mazza qilib yeb oldim, tualetda qornim ochib qoldi. Xullas, mana joyimga ham turib olishim kerak. Bo'pti, mazza qilib yuribman. Qishloq bo'tga hali ham kirgani yo'q. Bir marta kirdi o'shanda, keyin boshqa kirgani yo'q. Mana shu endi o'tiraman. Ko'zimni ham qimillatmasdan to'g'ri o'tiraman, to'g'ri do'stlar. Ko'zim qattaligini so'ramaylar, mayli. Mana shu o'tiraveraman endi qishloqning taslim bo'lishini kutab 16 izomrodim berishini. Qishloqda vakil qovamiz bu yoqqa zerikib ketdim. O'zi bo'tib turib qo'rqim kelyapti qanaqadir. Mashturaman. Ammo o'rmonda ham yo'q, kompot qatnasan, o'rmonda ham yo'q, uyda ham yo'q, qishloqda yo'q, hududda, bog'da, vashi hech qayerda yo'q. Nimagadir qornim og'rib qoldi mani. Ammo nimaga mani qornim og'rib qoladi? Hozir kompot qidirishim kerak axir uyga. To'xtanglar, nimaga men o'rmonga ketaman? Uyimda axir tualetim bor-ku mani. Tezroq. Mayli do'stlar, mashti yana bir bas yugurib yuraman. Tezroq qishloqqa o'tdi. Tezroq, qornim juda ham o'tib ketyapti. Qornim orasidan deb bo'lmagan. Yomon ketyapti. Axir men sabzi bilan kartoshka yedim-ku bog'dan. Oppa, mana keraklarsa olaman. Bo'lmaganda voy bo'lmasa qornim. Qishloqqa nima qilyapsan? Xirib o'tdan. Gapiradigan tualetmi qilyapsan? Qanaqa gapiradigan tualet? Qishloqqa nima qilyapti deyim bo'tdi. Axir men kompotman. Men tualetga paydo bo'ldim. Nima kompot zamonsa? Meni qo'rqitording, qo'rqmay qoldi. Qishloqqa bilsam azginchi qolganda. Kompot azginchi qolganda. Juda ham yomon bo'lardi kompot. Yaxshi ham turib ketdi-da. Qishloqqa nima qilgani axir bu? To'xta, kompotsan. Nima endi? Tualetga paydo bo'lib qoldingmi? Qishloqqa men tualet bo'lib, sen uyingda turuvdim. Kompot
bo'lasan, men juda ham qo'rqib ketdim-ku, axir ozgina qo'yadi, juda ham yomon bo'lardi. Lekin men 16 izmrod yutdim. 16 izmrudni mayli, senga berishim kerak, axir 16 izmrud. Kapot, davay olib chiqmay 16 izmrodimni. Men yutdim-ku axir. Qishloqqa hozir olib chiqaman 16 izmrudingni. To'xta. Nimaga meni yutasan sen axir? Yutmading-ku, meni o'zim taslim bo'ldim-ku. Mayli, hozir olib chiqib beraman. Kapot. Hozir qishloqqa olib chiqib beraman. Mayli do'stlar, endi aytishim kerak, men yutqizdim. Men turib ketmaganimda axir yutardim. Mana senga 16 ta izmrudingni. Rahmat senga katta kapot bo'lmasa bo'ldi, men yutdim. Lekin machoga yana ko'proq chaqirib turgan xo'pmi? Bo'ldi, qishloqqa seni bekamachoyga ko'proq chaqirib turaman. Bo'lmasa ket, davay. Xohlasang ko'rsaman senga men mashina. Mana sirli joyim bo'tdim. Men mashina ishlamadida. Kapot, nimaga o'z to'letga paydo bo'ldi? Kitob bo'lsang bo'lardi-yu. Qishloqqa o'zi shunaqa tualetga qo'ydi-da. Qanaqadir xatolik bo'ldi, mana mashinamni bilmadim. Tushunarli. Bu mashina menga 16 soat olib kelibdi. To'xta, tualetim qani uyda Kapot? Tualetingni sindirvoraman qishloqqa endi. Bosh 16 soat keldi, tualet olaman. Uzr qishloqqa, lekin men bilmovdim. Tualetni sindirvoraman mana do'stlar. Mayli, endi yangi tualet oladi bo'lib bergan pullarimga. Bo'pti do'stlar, sizlar bilan xayrlashishim kerak. Yana bu qishloqlar bekavacha o'ynaymanmi, yo'qmi? Lekin sizlar albatta like, obuna bosinglar. Keyingi joyda kuzatishga davom etinglar. Sog' bo'linglar.